Dişimizden başlayımız hürmetli vatandaş bugün islahı verme. Vay, 2021 yıl 1. ayının 29. günü. Yukarı dişimizden devamı. Nemi dep toxtadık? Tanqid qilguvchilar mundaq deyishdi. Beijing taraf jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimini rasmiy tasdiqlash bilan birga Türkiye'nin bu kelishimni tasdiqlashiga majburlab, Türkiye hukumati bu kelishimni tasdiqlagandan keyin vaksina yo'llab beradiganligini bildirdi. Ankara taraf bundaq atashni qat'iy inkor qildi. Mutaxassislar bundaq ogohlantirdi. İjtimoiy jinoyat bilan qaralangan Uyg'urlarni Jungoga o'tkazib berish to'g'risidagi har qanday talab intayin xatarlikdir. Ular o'lim jazosiga uchraydi. İqtisodiy munosabatlar kichik mavzu. Erdo'g'an har qaysi joylarda musulmonlar ishini qo'g'dab kelyotdi. Bunda qilmaganda Türkiye'nin iqtisodiga va rayon doiralik siyosiy manfaatlariga ziyon elib keladi. İstanbul Kadixas Üniversitesi Xalqaro munosabatlar lektori Soli Üzel yuqoriqadek fikr bayon qildi. Biz ko'rib turayotgan Türkiye'nin Jungo xo'rlayotgan Uyg'ur musulmonlari to'g'risida gap qilmay jim turilishining sabablari mana shu yerdadir. Prezident Erdo'g'an 2009-yili Jungoni Uyg'urlarni irq yo'qotish bilan qirg'in qildi deb ayblaganda Jungo norozi bo'ldi, lekin ikki davlat munosabati yaqindan buyon yaxshilanish qarab yuzlandi. Jungo dal hozir kun sayin ko'rish tushib ketayotgan Turkiya iqtisodiga ve Türkiye pul birligi liraga yordam beryapti. Ko'ring, Jungo Kompartiyasi yordam beryapti. Jungo Türkiye'den vaksina bilan ta'minlaydigan cho'ng davlat. Jungo Türkiye'ni vaksina bilan ta'minlaydigan cho'ng davlat. Haftaning birinchi kuni Türkiye'ga 650 ming shisha vaksina yo'lladi. Türkiye matbuotları bu to'g'rida daqudumboq chelib xabar tarqatdi. Hozir Türkiye'de Büyük Millet Meclisi Türkiye bilan Jungo o'tirisidagi jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimini tasdiqlash kerakmi yo'q? O'ylashyapti. Lekin tasdiqlash vaqti ochiq emas. Biz başta 26. günü 2. ay dedik, ochiq emas deyapti. Uyg'urlar o'ltiraqlashgan rayonlar jiddiylashdi. Shuning uchun yakka Turkiya parlamenti bu kelishimga qo'l qo'ydi degan gap chiqqanligi uchun Turkiyada o'ltiraqlashgan Uyg'urlarning o'ltiraqlashgan rayonlari jiddiylashdi. İstanbul Xalqaro musofirlar huquqi jamiyatining advokati İbrahim Ergin ogohlantirib mundaq dedi. Agar jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimini parlament tasdiqlaydigan bo'lsa, shuni mo'ljalashga bo'ladiki, bizning barliq xaridorlarimizning, mehmonlarimizning hayotlik huquqi tajovuzga uchraydi. Advokat Ergen ishxonasida bir necha nafar Uyg'urning o'tkazib berishni rad qilish talablari putilgan delollarni ishlayotdi. Türkiye Tashqi ishlar ministri Chavush o'g'li qasam berib mundaq dedi. Jungo bilan tuzishgan yangi bir kelishimga asoslanganda bir nafar Uyg'urmi Jungoga o'tkazib berilmadi. Bu qaysi kelishim bilgili bo'lmadi, mushu kelishimmi yoki boshqa bilgili bo'lmadi. Bir nafar Uyg'urmi Jungoga o'tkazib berilmadi deb o'tgan xabarimiz deydik. Zinnatgul ikki bolasi bilan Tojikiston orqali Xitoyga o'tkazib berildi deb. Hozir bu yerda birmi Uyg'ur o'tkazib berilmadi deydi, balki kelishimdan keyin bo'lishi kerak hozircha. O'tgan yili bir xabarda mundaq deyildi. Türkiye bexatarlik qismlari Jungo doiralari uqtirish chiqargan bir nafar Uyg'urni qo'lga oldi. Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar ichida jiddiylik yuz berdi.
İstanbul'da joylashgan axborot to'ri Gazet Duvar munda xabar qildi. Turkiya soqchi taraf 1 ayning 18-kuni ISIS unsurlarini aqtirib yurganda Uyg'ur musofirlarining uylarini aqtirib 10 nafar kishini nazarband qildi. Bir nafar Uyg'urni İstanbul shahridagi Selboriya qo'g'lab chiqarish markaziga elib kelindi. İkinci kuni kashda bu Uyg'ur qo'yib berildi. Qonunliq ayblashma yuz bermedi. Sergardan Türkistanlıqlar parlamentining mas'uli Sitem Tümtürk universal matbuotlarda nutq so'zlab mundaq dedi. Jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi, masalan Turkiya va Jungo o'rtasida imzolangan jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi agar Turkiya parlamentida ma'qullikdan o'tadigan bo'lsa, biz bir necha 100 ming Turkistonliklar Anqaraga berib prezident mahkamasining oldida o'zimizni ko'ydirib o'lib olamiz. Bir o'qib beraymish abzası vatandaş. Universal matbuotlarda Sitem Tümtürk, yani Türkistanlıqlar parlamentining raisi, universal matbuotlarda nutq so'zlab mundaq dedi. Jinoyatchilarni o'tkazib berish kelishimi agar parlament ma'qullikdan o'tadigan bo'lsa, bir necha 100 ming Turkistonliklar Anqaraga yetib berib, prezident mahkamasining oldida o'zimizni ko'ydirib o'limiz. Sitem Tümtürkning bu irodasi, bu g'ayrati, bu tashkilotchiligi va tashkillash qobiliyati din bu ishning yuz berishi muqarrar. Shundoq bo'ladiganligiga biz ishonamiz. Vatandaşlar ko'rib olinglarki, Turkiyada kim da'vo qilyotdi degan masalaga savol qo'yinglar-chi. Savol qo'yib, aniq javob topinglar-chi. Vatandaşlar kim da'vo qilyotdi? Haliqi yon chiqishlar, qo'ymichilar chet elga bu yerga chiqib olib erkin olib tekin ömür bo'yi inqilob qildi. Dadasi olib tekin ömür bo'yi inqilob qildi. Qani ma payt qildi. Qani Anvar erkin olib tekin. Men savol qo'yay. Mushundaq payt sen nada erkin olib tekin? Men sana o'tganda chaqiriq qildim, qo'yib o'rnini Turkiyaga bor dedim. Bidirlabmi qo'ymadim. Yanchiqing bek eg'irlashib ketgan o'xshaydi shundan qaraganda. 8 xaltiliq, 8 eg'izi va yanchiqli chapallarning eg'irlashib ketgandek turda erkin olib tekin. Qani qar Barat efendi chaqirmamsiz akangizni. Vaziyat yomon jiddiy bu taq Turkiya ya yo'q demidi ya ma'qul demidi qonun tasdiqlashga. Arisalda turyotdi yomon jiddiy vaziyat bu. Qani gap qilmamsizlar. Mavzu qo'yib olib ömrünü da'voga otigan bir nima tekin, bir nima tikan deb turgan muxbirlar javob beringlar-chi bu ishlarga. Hozir Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarning jeni, hayoti, uning istiqboli mana shu yerda. Bu qatim agar mushki kelishim bo'yicha bu Uyg'urlar o'tkazib beriladigan bo'lsa, Xitoyga o'tkazib beriladigan bo'lsa, u vaqtda nima ish yuz berdi? Belki bular kesim e'lon qilish mumkin emas. Nazarbandga olib solab qo'yib bir qashtamoq bilan qo'sig'ini beqish mumkin emas. Bu Uyg'urlarni Turkiya o'tkazib bergan Uyg'urlarni Xitoy naq maydonda qatl-am qildi. Men shunchalik aytib qo'yay. Shunga biz har bir Uyg'ur bu masalaga ko'ngil bo'lib, Sitem Tümtürkdek shijoat, g'ayrat bilan kuch bilan endi yelinish, yalvurish, akam qarag'ay, dadam qarag'ay deydigan gaplar tugadi. Uyg'ur uchun bu zamonlar tugadi. Ey, Uyg'ur uchun bu zamonlar tugadi. Kuch bilan. Gördingmi mana Sitem Tümtürk mushu DVD bugun bu Amerika ovozining Xitoy til programmasi e'lon qilindi degan gap aytdi.